Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala. Yani bugün Jaloliddin Suyuti rahmetullahi aleyhniki Tarihul Hulafa namlıq kitabdaki dersimiz davamlaşıvatıdı. Bugün bu pesilde Jaloliddin Suyuti rahmetullahi aleyh Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu'niki Müslüman bolgan vaqtidagi holatlari yoki Müslüman bolgan vaqtini bayon qilib o'tayotidi. فصل في إسلامه أخرج الترمذي وابن حبان في صحيحه عن أبي سعيد الخدري قال أبو بكر رضي الله عنه ألست أحق الناس بها ألست أول من أسلم ألست صاحب كذا ألست صاحب كذا. وأخرج ابن عساكر من طريق الحارث عن علي رضي الله عنه قال أول من أسلم من الرجال أبو بكر. Tirmizi rahmetullahi aleyh ve İbn Hibban qatarlıq hadis alimleri özün sahih namlıq kitaplarda Abi Sa'id el-Hudri radhiyallahu anhu degan sahabidan rivoyat qilib mundaq deydi. Bu Abu Sa'id el-Hudri o'zi Ansarilarniki Hazraj qabilasidan. Bu kishi sahabalar ichida eng ko'p hadis rivoyat qilgan sahabalarniki biri. Bu kishi Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam Madinaga kelgan vaqtida shu 10 yosh atrofida, shuning uchun Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bu kishini Uhud g'azosiga qatnashtirmagan, yoshi kichik bo'lg'achqa bu kishi uzun umr ko'rgan, ya'ni Hijriya 74-yilda o'lib ketib, Baqiyda dafn qilingan sahabalarniki biri. Abu Bakr shundoq degan dedi. Ya'ni Abu Said Abu Bakrdan anglaganini deyapti-da. Abu Bakr shundoq degan dedi. Kishilarning uningga eng haqli men emasmi? Ya'ni xilofatga demoqchi. Tunji musulmon bo'lgan men emasmi? Ma ishning egisi men emasmi? Falan ishning egisi men emasmi deganni anglagan edim dedi. Shundaqla Ibn Asakir degan olim Haris degan kishi orqali Ali radhiyallohu anhu rivoyat qilgan. Ali radhiyallohu anhu Rasulullohning kuyog'li ham navrinsa, u kishi mundaq deydi. Erlardan tunji qatim musulmon bo'lgan odam Abu Bakr edi dedi. Endi Haysama degan kishi sahih to'g'ri bo'lgan bir sanad orqali hadis bayon qilib, bu kishi Zayd ibn Arqam radhiyallohu anhu rivoyat qilgan ekan. Hem Zayd ibn Arqam kim o desek, Zayd ibn Arqam monayeti meşhur sahabalarniki biri. Yani Allah subhanahu ve taala oqlab Kur'an-ı Kerim tushirgan sahabalarniki biri. O'zi Ansarilarning Hazraj qabilasidan Abdullah ibn Ravaha degan kishiniki yetim bolasi boqib olgan. Bu kishini Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam Uhud kuni yoshi kichik bo'lg'achqa urush qatnashtirmay qaytarib o'tgan. Bundan boshqa Rasululloh bilan bo'lgan butkul umumyuzlik urushlarga Uhud urushidan keyin qatnashgan. Bu kishiniki mashhur bir qissasi ma'lum bir urushlardan qaytib kelayotgan vaqtida Madinadagi munofiqlardan Abdullah ibn Ubay ibn Salul degan bir kishi Rasululloh to'g'riliq nachar yomon gaplarni qilgan. Bu gapning o'zini bu kishi Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning qishig'i elib borgan vaqtida bu munofiq bu so'zdan tinib olgan. Tinib olgandagi vaqtida hamda Zayd ibn Arqamniki yoshi kichik. Bu Ubaydullah ibn Salul degan shu vaqtida, ayni vaqtida Rasululloh kelishdan burun hatto buni Madinaga podshoh qilamiz deb, buniki bunda ijtimoiy o'rni, martabasi yuqorida. Zayd ibn Arqamniki so'zi bir oz va'da jing bosmagan. Shu vaqtida Alloh subhanahu va taolo la in raja'na ila al-madinati la yukhrijanna al-a'zu minha al-azal degan oyatni tushirib Zayd ibn Arqamni oqlagan. Bu bishoratni Abu Bakr Siddiq va Umar radhiyallohu anhuga yugurib berib Zaydga yetkazgan. Demak bu nayt mashhur Alloh subhanahu va taolo tarafidan oqlangan bundaq buyuk sahabalarniki biri. Bu kishi o'zi Kufada, bugungi Iroqda dunyodan ketgan kishi. Demak mush kishini deyishcha mundaq deydi. Avval man salla ma'an nabiy sallallohu alayhi va sallam Abu Bakr Siddiq. Tunji qatim payg'ambarimizdan namoz o'qigan kishi Abu Bakr Siddiqdir dedi. Ya'ni namoz farz bo'lib tushgan vaqtida tunji bo'lib Abu Bakr Siddiq Rasululloh bilan birga namoz o'qigan demakdir. Bu bir Abu Bakr Siddiqniki ham fazilati ham ortiqchiligi yoki burun musulmon bo'lganlikniki dalolatlari deyishkim bo'ldim. Endi Ibn Sa'd degan kishiniki Abi Arwa ad-Dawsi degan sahobalar rivoyat qilishicha, bu kishi bir sahoba, lekin mashhur sahobalardan emas. Bu kishi deydi, endi tunji qatim musulmon bo'lgan kishi Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu edi deydi. Endi Imom Tabrani o'zining Kabir nomli kitobida, Abdullah ibn Ahmad Zawaiduz Zuhd nomli kitobida Shu'bi degan olimdan rivoyat qilgan. Bu kishi mundaq deydi. Sordum men deydi. Ibn Abbas'dan. Ibn Abbas'ga payg'ambarimizniki, ya'ni navri indisi, eng cho'ng buyuk olimlarniki biri. Eng tunji qatim musulmon bo'lgan kishi kim edi desam, Abu Bakr Siddiq edi deydi.
Sen bu Hassan'dan bu sözü anlamadın mı dedi. Hassan degen Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'niki muş Medinelik ensarlardan bolgan en meşhur şairlarniki biri. Tarihte izi qalgan meşhur büyük ediplerden biri. İza tezekkerte şecven min ahi siqaten fezkur ahaka Aba Bekir'in bima feala. Sen meniki ben işencilik bir qarindeşimden yani ötmüşteki gam qaygını eslemekçi bolsan qarindeşin Abu Bekir'nin qıyğanlarını oylap baqqın. Bu bütün insanlarınki en taqvasıdır, en yaxşısıdır, en adılıdır peygamberden qasılam. Hatta özü yüklegen amanetki en vafadarı biridir. Hem ikinci dep namı ağan qilmishlarına ait söymlik bolgan kişilerin içinde tuncu bulap peygamberlerini tasdiq qilgan kishidir dep mushu she'rni o'qigan. Abu Naim Furat ibn Sa'ib degan olimni rivoyat qilib bu kishi mundaq deydi. Men Maymun ibn Mihron degan bir olimni so'radim. Bu kishi ayni vaqtdagi cho'ng olimlarniki biri. Dedim men eli en büyük mü ya ki Ebu Bekir Ömer büyük mü? Bu üçünün qasına ait faziletli deb sorsam o kişi deydi şu vaqtida bu Maymun ibn Mihron titrep gitip hatta qo'lidan nasıl çıkıp gitip mundaq deydi. Men ularni silishtirdigan zamanga qadar yaşamaya deb o'ylamabdi ekanman. O ikisinin qilmishlari ne kadar güzel ha dedi. Bular İslamның beşi rahbarlari edi deydi. Yani Ebu Bekir Siddiqla Ömer radhiyallahu anhu. Şuna bu kişi yani sorap dedim ki Ebu Bekir tuncu Müslüman bolgan mı ya ki Ali desem o kişi cevaben mundaq dedi. Allah'ın namı bilen qasam ki Ebu Bekir Peygamber aleyhissalatu vesselamga rahip Buhayra'nın zamanında ima etip bolgan. Buhayra'nın qishda o'tgan vaqtida dedi. Bu Buhayra degan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o ishga ish vaqtida shu nimada Suriyaniki hozirgi Bosrada kurashgan bir mashhur tarix bor. Shu Buhayra'nın zamanında shu vaqtida Abu Bakr Siddiqning mush karvonida bordi. Bu kishi mushin demoqchi. Onun bilan Hadichaning ortisidagi ahvollar o'xshamaydi noma'lum. Hatto uni payg'ambarimizga aytib bergan qadar deydi. Buning hammasi Ali tug'ilishdan burun bo'lgan voqealar. Demak, yani Ali roziyallohu anhudan Abu Bakr Siddiq cho'qim afzal degan ma'noni shu so'z orqali ifodalab beryapti. Bu kishi yana mundaq deydi. Bu sahabalardan, tabiinlardan, bütün haloyiqlardan tunji qatim musulmon bo'lgan kishi udir. Yani Abu Bakr Siddiqdir. Belki hatta ba'zilar buna ittifoq bir ijmo bir so'zini deyishgan. Hatta ba'zilar tunji musulmon bo'lgan kishi Ali debdi, ba'zilar Hadicha debdi. Demek bu sözlerinki hemmisini bir yer yığıp düşüngen vaktimizde Ebu Bekir'e erlerden, çoğunlardan tunca katı Müslüman boğan kişi, Ali bolsa küçük balalardan tunca katı Müslüman boğan kişi, Hadice bolsa ayallardan tunca katı Müslüman boğan kişidir. Bana bu yığınçaklaş meselesini tunca katı İmam Ebu Hanife rahmetullahi aleyh oturup koygan mesele ortaydı. Bu ihtilafını müşarkılık hal kıygan. İbn Abi Şeybe İbn Asakir degan olimlar Salim İbn Abil Ja'd degan kishini rivoyat qilib bu kishi mundaq deydi. Men Muhammad ibn Hanafiyaga dedim deydi. Muhammad ibn Hanafiya Ali roziyallohu anhu'niki o'g'li. Ebu Bekir tunji qatim musulmon bo'lgan kishi bo'lsa bu kishi yo'q dedi. Dedim men nemish bu Ebu Bekir bütün sahabalarning oldida davomli. Ebu Bekirdan boshqa odam bu ilg'orlik meselesi birinchi yo'lab sanalmaydi, zikr qilmaydi desam, o kishi dediki, chunki Ebu Bekir Siddiq bo'lsa Müslüman bo'lgandan tortib o'lib ketguncha musulmon bo'lganlar ichida musulmondachilikqa eng yaxshi bo'lgan sahobalarning bir edi deb javob bergan dedi. Ibn Asakir degan olim men yaxshi bo'lgan sanatli Muhammad ibn Sa'd ibn Abi Waqqasdan rivoyat qilib bu kishi mundaq degan deydi. Bu kishi dad Sa'dga debdiki. Sa'd ibn Abi Waqqas o'zi jannat bilan bishorat berilgan 10 sahobaniki biri, ham payg'ambar sollallohu alayhi vasallamniki ona taraf tog'laridan qatoridan bu kishi nurg'un urushlarga qatnashgan shu Iron, shu hozirgi Iroq taraflarniki musulmon bo'lishga oid ko'p tuhfa qo'shgan sahobalarniki biri. Bu kishi Madinada vafot bo'lgan. Shuningdek bu Abu Bakr Siddiq sizlarning ishinglarda tunji qatim musulmon bo'lgan bitdi deb, ya'ni dadasini so'rabdi degandan keyin bu kishi debdi, yo'q. Belki onundan burun 5 aylan musulmon bo'lgan, lekin bu Abu Bakr bu musulmondachilik eng yaxshimiz edi deb javob bergandi. Hamda İbn Kesir rahmetullahi aleyh bu meşhur tarixchilarniki biri bu kishi bu so'ziga qarta o'zining javobini berib, balkim
Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamniki oila tavobatı hammalardan burun musulmon bo'lgan bo'lishi mumkin. Masalan, Xadija, Rasulullohniki ozodkarisi Zayd, masalan Zaydniki ayoli Ummu Ayman, Ali, Varaqa qatorliq mushu kishilar Rasulullohniki oila tavobatı bo'ldi. Bular tunji musulmon bo'lgan bo'lishi mumkin. Anda sirt kishilarga nisbatan hamda Abu Bakr tunji qatim bo'lishi mumkin deb Markus qarashdimi Ibn Kasir rahmatullohi alayhi bergan. İbn Asakir İsa ibn Yazid degan kishidan bayon qilib mundaq dedi. Abu Bakr mundaq degan dedi. Bir kun men Ka'baning peshayonida o'ltirgan edim. Zayd ibn Amr ibn Nufaylmi bu o'ltirib ekan dedi. Bu kishi Umar ibn Xattobniki tog'lardan bo'lib, ayni vaqtida Makkada birdan-bir bunda to'g'ri aqida yashagan Ibrohim alayhisolamniki yo'lini tutib kelgan kishilarniki biri. Shuningdek bu kishining qishidan Umayyat ibn Abi Salt degan kishi o'tdi dedi. Bu kishi ham jahiliyatdagi shu Toyibda yashagan eng katta buyuk shoirlarniki biri. Hatto bir qism ulamolar agar payg'ambarimiz payg'ambar bo'lib kelmagan esa ma'lum vaqt uzargan bo'lsa, balkim buni saqit kishilar, ya'ni Toyibliklar payg'ambar deyotgan bo'ladi dedi. Chunki bu ayni vaqtdagi butun mashhur Tavrat, Injillarni ayt ko'p yodlagan bir dağınlıq mı da edip nayeti bilimli kişilerindeki biri ekan. Bu kishi ham Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga bir hasad qilib musulmon bo'lmay o'tgan kishilarniki biri. Bo'lmasa Ibrohim sallallohu alayhi vasallamniki aqidasi bilan yashagan, lekin Rasululloh dunyo payg'ambar bo'lgandan keyin Rasulullohga hasad qilish yusidan musulmon bo'lmay o'lib ketgan hamda. Tam shu Toyibliklar musulmon bo'lishdan bir necha oy burun o'lib ketganda. Endi demak, bu ikki hamda Ibrohim alayhisalom aqidasi yashaydigan bu ikkilan Kabe'ninki oldida hamda parang qilyotdi. Bu kishi mundaq dedi. Yaxshilikni orzulaydigan kishi qandaroq ahvoling qandaroq deb so'rab degan ekan, o kishimi yaxshi-ku deb javob berdi-da, bu kishi mundaq dedi. Sen topa oldingmi deb so'rsa, yo'q deb javob berib mundaq debdi. Kullu dinin yawmal qiyamati illa ma qadallahu fil hanafiyyati buru. Yani kıyamet günü umumiyizlik dinler, bu şu İbrahim Aleyhisselam yoldaki dinlerden başka dinlerin hemisi fasit dindir. Yani yaxşı emas, naçar dindir deb şundaq degan. Endi bu işkelerindeki söhbetni Abu Bakr o'tirib tinglashayotdi, anglayotdi. Shuning bilan bu kelmoqchi bo'lgan payg'ambar bizdinmi yoki sizlardinmi degan parangli bo'ldi-da. Degandiki Abu Bakr shundaq deydi. Bundan burun bir payg'ambarning avatildiganligi yoki kildiganligini men qat'iy anglab boqmab kelmadi. Shuning bilan men Varqat ibn Nawfalni izlab chiqdim. Bu odam nihoyat osmonga ko'p qaraydigan odam edi deydi. O'zi bilan o'z binasini deydigan, o'zi biladigan bir narsalarni deylaydigan, shu o'zi bilan o'zi mo'dishadigan bir odam edi deydi. Şuna ben onu toxtub, buna bu boğan vakanı sözlep verdim. Yani Zeyd'den Umayyanın arasındaki boğan gibi dep bir vatıda. Şuna bu adam dedi ki, hey kardeşimin oğlu rast. Biz dedim, ehli kitaplar, ulemalar dedi. Çünkü bu adam aynı vaxtıda ama şu Mesih yani Nasara dini kubul kılan kişilerden bir de. Hemmimiz muş Araplarning içinden nesebi naiti doğru yaxşı boğan şu kişilerden bu peygamber çıkıdı. Men nesep ilmini nayet yaxşı bilettim dedi Abu Bakr. Demek senin kavmin Araplar içinde nesebi nayet ebzel kişilerdir dedi. Dedim ben tağa bu peygamber nimelerni deydi o dedim de. Degendikin bu peygamberge nim deyilgen bolsa şunu deydi dedi. Ya demek ki onu vahiy deydi demekçi de. Lekin o zulümü kılmaydı, zulümü yardım vermeydi, buluş vermeydi o dedi. Şunu ola peygamberimiz peygamberlik kelgen zamatlar men Resulullah'a iman etip Resulullah'ı men tasdiq qilgan edim dedi. İbn İshaq degan mashhur tarixchining deyishicha, Muhammad ibn Abdurrahman ibn Abdullah ibn Husayn at-Tamimi degan kishi rivoyat qilib payg'ambar sollallohu alayhi vasallam mustaq degan ekan. Men hech qanday bir kishini islomga da'vat qilib chaqirib baqdim. Chaqirgan vaqtimda uning bir xil ikkilnish, taraddud, bir xil mana gangirash bo'ldi. Lekin Abu Bakr shundaq men shu islom to'g'riliq gapni bayon qilgan zamatlam ikkilanmasdan, turib qolmasdan, yani musulmon bo'lgan edi deb payg'ambarimiz Abu Bakr'ninki shu xislatidan memnun bo'lganligini bayon qilgan. İmam Bayhaqi rahmetullohi alayhi bu so'zga qo'shimcha qilib, mana bu payg'ambar sollallohu alayhi vasallamniki payg'ambarlik dalolat mo'jizalarini bu sezgan odamlarniki biri. Hatto Rasululloh buni da'vat qilishdan burun Rasulullohniki bir qismida izlardan his qilgan. Hatto shu payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bu imonga da'vat qilgan vaqtida bu odamniki ayni vaqtida bir xil o'ylanish, tafakkurlar bo'lg'achqa darhol musulmon bo'lgan edi deb shunaq degan.
Ebu Meysire degan kishilar rivoyat qilib deyishicha, payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bunda sirtqi chiqsa yoki o'birniga tayrat qilib chiqqan vaqtida payg'ambarimiz ey Muhammad deb to'laygan narsalarni anglar ekanda, bu ovozni anglagan vaqtlar bunda qichib ketadi ekan. Mush gapning o'zida payg'ambar sollallohu alayhi vasallam Abu Bakrga maxfiy deb qo'ygan mushta avvalda yuz berdi deb. Bu da jahiliyatlik vaqtlar, ya'ni bu jahiliyatdan tortib Abu Bakr Siddiq bo'lsa, payg'ambar sollallohu alayhi vasallamniki yaqin do'stlariniki biri edi. Hamda Abu Nuaym ibn Asakir degan kishilar Ibn Abbosdan rivoyat qilinishicha payg'ambar sollallohu alayhi vasallam yana bir qator mundoq degan ekan. Men islom to'g'riliq hech qanday bir kishiga gap qilib baqim deb gap qilgan zamatlam ya menga shu so'zimni qaytarib rad qiladi yoki menda bir necha xil so'zlarni munozir qilishib gangirashlar bo'ldi, lekin Abu Quhafa undaq emas. Ibn Abu Quhafa, ya'ni Abu Bakr undaq emas deydi. Uning shuna bir ishni gap qilib bo'g'ichi darhol shu so'zni qabul qilib, shu so'zni aytdi, chin mustahkam turadi degan. Bu payg'ambarimizningki bu kishiga bergan bir bahasi, mamnunligi, naqadar Rasulullohning bahasi bu. Naqadar bu maşallah, yani Abu Bakr haqiqatan bir ummatning imoni bo'lishga loyiq bir kishilarniki biri. İmam Buxoriy rahmetullohi alayhi Ebu Darda degan kishidan rivoyat qilib bundoq deydi. Ebu Darda kim bo'lsa, Ebu Darda munoyatda zohid sahobalarniki biri. Bu kishi musulmon bo'lgandan keyin o'ziga ayni vaqtda tijorat qilayotganda tijoratlarining hammani yig'ishtirib tashlab qo'yib, payg'ambar sollallohu alayhi vasallamniki huzurida bo'lgan, Rasulullohning yonida bo'lgan, shuni aytib ko'p hadis rivoyat qilgan. Hatto Qur'oni Karimni yodlab Rasulullohga tinchlatgan sahobalarnikini aytib, barmoq sanig'idek sahobalarniki biri. Zahid o'tgan sahabada bu. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bu kishini ummatimniki hakimi, donishmand deb sifatlagan. Bu kishi bunday qildi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam shunday degan: "Hal antum tariku li sahibi?" Abu Bakrni menga qo'yib bersangchi degan. Bu so'zni payg'ambar sollallohu ma'lum bir munosabat bilan degan. U so'z keyingi mazmunlar chiqishi mumkin. Shuni qisqartirib oldik-da. So'yitni qisqartirib olgan. Men ey xaloyiq, men sizlarga Allohning elchisi, hammanglarga avatligi elchisi deb Allohning bu so'zini nidosini yetkazgan vaqtimda hammanglar inkor qildinglar, sen yolg'onchi dedinglar, lekin Abu Bakr faqatlam sen rost so'zlaysan deb men tasdiqlagan emasman deb payg'ambar sollallohu alayhi vasallam boshqa sahobalarga qarata Abu Bakrniki bu yerdagi maqomini yana boshqacha ko'taryapti. Bugungi darsimiz mushagicha davom etdi. Va sallallohu alayhi nabiyina Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in.